chiqib ketyapti Moskvaga. Yaxshi ketyapsizlarmi? Kamchilik yo'qmi? Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi cheslo 28-fevral 2023-yil fevralning oxirgi kuni navbatdagi Toshkentdan Moskvaga chiqib ketadigan avtobusni ekranda ko'rib turibsizlar. Bu o'ng tarafda turgan avtobus O'zbekistondan Krasnodarga chiqib ketyapti. Mana bu avtobus Moskva, odamlar hamma o'zining joyida o'tiribdi. Bagajlarimiz, joylarimiz hali bor. Bizni kanalimiz orqali kelganlarga yukga umuman hech qanaqangi ограничение, limit yo'q. Bemalol kelib ketaverasizlar. Reyslarimiz O'zbekistondan har kuni Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk, Irkutsk, Kazan, Samara va shunga o'xshash boshqa yo'nalishlarga har kuni to'g'ridan-to'g'ri reyslar amalga oshiriladi. Hozir avtobusning ichini ko'rsatib o'taman. Aka o'tib olaylik endi bir minut iltimos. Vatandoshlarimiz chiqib ketyapti Moskvaga. Yaxshi ketyapsizlarmi? Kamchilik yo'qmi? Hamma O'zbekistonlik akalar. O'zbekistonlik, Tojikistonlik aka-ukalarimiz ham joylarda kelishaveradi, o'zimiz kutib olib kelamiz.